Gruppa K haqida gaplashamiz bugun. Jahon chempionati 2026-yildagi. Hozir videoga qaranglar, bu Sharm-el-Sheyx TV'da esdi что? Dahshat vид. Tak, hech qanaqa intro yo'q, просто boshidan boshlaymiz. Gruppalardan. Gruppa K'da bizada Portugaliya, O'zbekiston, Kolumbiya hamda Yangi Kaledoniya, Yamayka yoki Kongo degan davlatlar bor. Endi qaranglar, Yamayka, Kongo, Yangi Kaledoniya uchalasidan bittasi qit'alararo play-off'ni tugatgandan keyin chiqadi. Men o'ylashim bo'yicha eng kuchlisi Kongo, так что bu videoga o'ziga faqatgina Kongo deb ataymiz. Tak, Portugaliya, Kolumbiya, O'zbekiston, Kongo. Birinchi, Portugaliya haqida gaplashib o'tamiz. Portugaliya oxirgi 1 yilda UEFA Natsiyalar Kubogini yutdi. Endi to'g'risi hech kim qizig'i yo'q. Natsiya Liga Kubogi kim yutgan, to'g'risi shunaqa bir dabdala turnir mayli. Hech qanaqa yo'q, Ronaldo yutdi. Va asosiy bizning temamiz Portugaliyada albatta Ronaldo, chunki Ronaldo bor-ku. Ronaldo shu oxirgi 3 yil Ronaldo fanatlari aytmasin, shu oxirgi 3 yil, yoki 4 yil mana shu Yevroda 2021-yildagi Yevro boshlangandan keyin Ronaldo Portugaliyaga juda ham katta xalaqit beryapti. Chunki bo'ldi, yetadi-da. Ronaldo egosi bilan shunchalik Portugaliyani yerga tortyapti. Mana oxirgi o'yin Irlandiyaga qarshi Ronaldo nima qildi? Portugaliya Irlandiyaga o'yin chiqmayapti-da. Va Ronaldo nimadir o'sha endi jest ko'rsatdi, shu bilan qizil olib chiqib ketdi. Nima deyiladi bu? Ronaldo o'zini ushlolmayapti oxiri. Egosi shunchalik kuchli bo'lib ketdiki, uni o'zidan o'sha emas. Mana qaysidir o'sha известный futbolchi aytgan, esimda yo'q, to'g'risini aytsam. Hech qaysi ig'roq klubdan kattaroq bo'lishi kerak emas. Qachonki o'shanaqa narsa bo'ladi, klub hech qachon o'solmaydi. To'g'ri gap. Endi klub emas, hozir davlat. Ronaldo Portugaliya davlatidan kuchayib ketdi. Shunchalik katta bo'lib ketdi uning nomi, o'sha pisang olmayapti. Mana foydasi yo'qda 2022-yil jahon chempionatida ham hech nima qilmadi. Hech nima qilmadi. Bruno urgan golni, meni golim deb, salgina sochim tekkan meni golim deb o'zini golni qilib olishiga salgina qoldi jahon chempionati. Mayli. Baribir ham Portugaliya asosiy favorit. Lekin Kolumbiya degan davlat ham bor. Kolumbiya esdan chiqarmanglar. Kolumbiya aslida challenger Portugaliya uchun. Chunki Kolumbiya shunaqa hozir kuchli davlatki, oxirgi yilda 2024-yilda Copa Amerikani finalisti. Argentinaga penaltilar seriyasida yutqizdi. Penaltilardan ham ekstradan xolos yutqizdi. Argentina bir yorib tashamadi. Kolumbiya normalniy сопротивление qildi, no baribir ham endi Kolumbiya salgina o'sha Messi yutib ketdi xolos. Ikkinchi Copa Amerikasini oldi. No Kolumbiya Copa Amerikani finalisti, mana shu eslaringizda qolsin. Kolumbiya endi ko'p odam biladi, James Rodriguez hamda Luis Diaz asosiy yulduzlari. Men uchun Kolumbiya bilan Portugaliya birinchi o'rin uchun kurashadi. Portugaliya asosiy aniq emas. Nima deydi? Primoy bir nomi edi, Fransiyaga o'xshab, mana Ispaniyaga o'xshab primoy bir nomi edi. Anchagina qiyin bo'ladi. To есть Portugaliyaga Kolumbiya anchagina yaxshi davlat. O'zbekiston hammamiz bilamiz, yaqindagina O'rta Osiyo anusini yutdi, turnirni Eronga qarshi. O'zbekiston biza ancha kuchayib ketdik, mana shu oxirgi 2 yil. 2022-yilga chiqolmadik Qatarga. Shu bilan keyin faqatgina o'sish hamda o'sish. Bizning eng katta imkoniyatimiz shundaki, mana ko'p odam bilmaydi, jahon chempionatida oldin faqat birinchi hamda ikkinchi o'rin gruppadan chiqardi play-offga va hozir 48 ta komanda bo'lgani uchun jahon chempionatida O'zbekiston 3-o'rindan ham chiqsa bo'ladi. Faqatgina qachonki uni gol raznicasi yaxshi bo'lsa, to есть gol anusi farqi. To есть ko'p gol ursak hamda kam gol o'tkazsak, o'shanda bizning eng katta kuchimiz shunda. 3-o'rindan chiqa olamiz. Chunki 1-2 qiyin juda ham. Biza nima qilishimiz kerak edi? Kongo degan davlat bor. Endi Kongo, Yangi Kaledoniya ham, Yamayka. O'sha Kongo
4-o'rindan chiqadi, biza Kongoni yorib tashlab bizga. Prosta yorib tashlab 3-0, 4-0. Qancha ko'p bo'lsa, o'shancha bizaga yaxshi. Чтобы 3-o'rinda biza qancha nima deydi uni shansimiz ko'p bo'ladi. Eng katta o'sha qiladigan strategiyamiz birinchi o'yin biz Kolumbiya bilan o'ynaymiz, keyin Portugaliya, keyin Kongo. Bizni birinchi o'yinda Kolumbiya bilan yutqizsa kerak. Mana shu Kolumbiya bilan Portugaliya bilan necha o'ynashimiz kerak? Iloji boricha endi yutishimiz kerak o'zi aslida. Endi iloji boricha shu хотя бы necha olish kerak. Keyin u yog'iga Kongoni yorib tashlash kerak. Shu bilan biz play-offga bemalol chiqa olamiz. Shansi katta. Kongo hamda Yangi Kaledoniya, Yamayka davlatlari haqida gapirmayman, chunki futbolda u unchalik kuchli davlat emas. Endi kim biladi, kim bilmaydi. Yangi Kaledoniya degan davlat hozirgina bildim. Bu 200 mingtami, 220 mingtami naseleniyasi ekan. Butun davlat orolcha ekan. Hech qanaqani neuvajeniya yo'q. Prosta endi aytaman, как бы qanaqasiga bunaqa davlat biz yutmasak, prosta jahon chempionatiga chiqmasligimiz kerak. Endi men hozir yana bitta gap kelib qoldi. Mana ko'p odam hozir kommentlar yozadi, Ronaldo nima deyapsan? Sen Ronaldo Portugaliya Ronaldo'siz kuchli. Shuni do'stlar tushunib yetinglar. Portugaliya Ronaldo'siz kuchli. Agarda Ronaldo o'ynamasa, Portugaliya favoritlik qo'shiladi jahon chempionatiga. Men o'z favoritim yo'q, chunki Ronaldo baribir ham qo'yishadi. Chunki endi albatta Ronaldo vliyaniyasi bor, tam PR komandasi bor. U jahon chempionatiga chiqmasa bo'ldi, dunyo tugaydi. Starting sostavga chiqmasa. O'zlaringiz ko'rdingizlar, Manchester United bilan nima qildi Ten Hag bilan. Siz o'ylaysizlar, Roberto Martinez Portugaliyaning treneri borib Ronaldo zaminaga qo'yadi. Ronaldo zaminaga qo'yilmaydi. Ronaldo karyerasini tugatgancha Portugaliyaga 46 yosh keyingi jahon chempionatiga ham chiqadi agar Ronaldo o'ynayotgan bo'lsa. Hit olishi mumkin, prosta to'g'ri gap aytaman. Messi ham уже yetadi. Messi ham уже nima MLS kubogini yutdi yaqindagina. Bo'ldi уже. Messiga ham yetadi, shart emas. Mana shu Messi Ronaldo, mana shu mayli endi 2026 oxiri endi shu suvni ichib chiqdilar-da. Tugasin bo'ldi. Karyerani tugatadi, bemalol o'zi qilgan ishini qilaveradi. O'sha Messi Ronaldo erasi tugadi, do'stlar. Tugadi. Hech nima qila olmaymiz bu narsa bilan. Yangi era boshlandi. Lamine Yamal, Mbappe. Favoritda mana. Hozir ko'p odam Portugaliyani qo'shib favoritga. Men qo'shmayman, chunki Ronaldo napadaychi qo'yibdi. Ronaldo napadaychi degani 50% ano umuman 90% komanda o'ynashi už boshlanadi. Ronaldo gol urish kerak, Ronaldo gol urish kerak, yo Ronaldo assist qilish kerak, Ronaldo zo'r o'ynash kerak. Bo'ldi. Komanda shunday bo'lib qoldi hozir. Hech qaysi komanda unday bo'lmasligi kerak. Do'stlar, tushunib yetinglar. Mana Messi ham hozir shunday bo'lib qolyapti. Endi Messini hozir men umuman ko'rmayman, Argentina chiqishi mumkin, tam четверть final, chorak finalga yo yarim final, lekin finalga chiqish qiyin. Messi yetadi-da. Yetadi do'stlar. Kanavaro haqida gapira olmayman hamma. Chunki Kanavaro zo'r zashning oltin to'pni yutgan, lekin men bilmadim qanday treneri. То есть uni biografiyasi ham g'alatmi, trenerlar g'alat. Qaysi komandalarda o'ynagan deb o'ylaysiz? То есть trener qilgan. Guangzhou'ni 2 marta qilgan, Xitoy, Tianjin United deganni, Udinese, Benevento. Hech qaysida prям top rezultat ko'rsatmagan va oxirgi Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb esa 3 oy ishlagan, Dinamo Zagrebda u 3 oyda ketgan shu bilan. То есть u ketmagan. Dinamo Zagreb uni so'z bor-da, nima edi? Garchi u bo'lib qo'ygan. Chopgan. Qo'pol qilib aytgandan. Men bo'lsa Kapadzani qo'yardim. Men bo'lsa, lekin Kanavaro ham yaxshi trener bo'lishi mumkin, kim biladi. Ana rezultatlarni aytaman. Birinchi o'rinda Kolumbiya, ikkinchi o'rin Portugaliya, uchinchi o'rin O'zbekiston play-offga chiqadi. To'rtinchi o'rinda esa qolgan davlat Kongo, Kaledoniya, Yamayka. Shunaqa gaplar do'stlar, hali boshqa gruppalarni ham chiqaraman. Endi botda, bu yoqda chiqaraman, Toshkentda chiqaraman, bilmadim. No chiqaraman shunaqa. Endi prosta video yaxshi ekan, o'zim ham bratan bosyapti orqada. Shu video yaxshi ekan, shuning uchun oldim. Так что agar video yoqqan bo'lsa, salgina qimillayapti, bilaman. O'zim ham sezib o'tiribman. Prosta shtativ kuchli shamol bo'lyapti. Endi hech bog'lab olmayman do'stlar. Shunaqa gaplar, sizlarga yoqqan bo'lsa like bosinglar, komment, like
Подписка tudashlang, o'zlaringiz bilasizlar. Xohlasangizlar hate qilinglar, xohlasangiz yozing, farqi yo'q. Sizlarning fikrlaringizni ham yozib qoldiringlar. Mana gruppa K qanday bo'ladi? Men o'ylashim bo'yicha chiqa olamiz. Do'stlar, chiqa olamiz. Nadejda bor muhimi. Muhimi ishonish kerak. U yog'ini o'zi bo'ladi. Va oxirgi gaplar do'stlar, futbolni hamisha seving.